Koreyskiy chimchini hech qanaqa sirlarni yashirmagan holda eng oson usulda tayyorlashni ko'rsataman. Sizlarga yanada oson bo'lish uchun kerakli ma'lumotlarni opsiyada yozib qoldiraman. Birinchi bo'lib ishimizni karomimizni ustki ortiqcha barglarini olib tashlab, to'r bo'lagiga bo'lib idishimizga taxlab olamiz. Karomimizni tuzli suvini tayyorlash uchun qaynab sovutilingan 4 litr suvimizga 400 gram tuz solib, yaxshilab aralashtirib eritib olamiz. Shunda har 1 litrga 100 gram tuzdan to'g'ri keladi. So'nggi ishimiz karomning ustiga og'irroq narsa bostirib, 3 kunga xona haroratiga qo'yib qo'yamiz. Tuzlangan har bir karomni achchiqsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Achchig'ini tayyorlash uchun 6 dona qizil bulg'or, 10 dona qizil qalampir, 10 dona sarimsoqni chopper yordamida maydalab olamiz. Achchig'i kamroq bo'lishini xohlasanglar, qalampirni 5 dona, qizil bulg'orni esa 10 dona solsangiz ham bo'ladi. Sizlarga yana qanaqa tuzlamalar retseptlari qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bilganlarimni o'rgatib borishga harakat qilaman. Karomimiz ham naq 3 kun deganda tayyor bo'ldi. Tayyorlangan achchig'imizni karomlarimizni har bir qavatiga yaxshilab surib chiqamiz. Karomimizni saqlash muddati salqin joyda o'zini suvda turgan holda 4-5 kun. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, sizlar ham albatta oila davrasida tayyorlab ko'ringlar. Sizlar ham xuddi shunga o'xshab pishsa, o'xshadi deb yozib yuborsanglar xursand bo'laman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'yishni unutmanglar. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Hammaga rahmat.